Assalomu alaykum aziz o'quvchilar va kuzatuvchilar. Sizlar Sharif Begus kanalidasizlar va sizlar bilan Sharif. Bugun men sizlarga ko'pincha so'rovnomalarga ko'ra plisoslar haqida video obzor qilib beraman. Ya'ni plisoslarni qanday tozalash kerak, plisoslar qaysi turga o'zi bo'linadi. Bu videoni men bundan ham oldin qo'ygan edim. Lekin bizlar bugunda ikkita asnovnoy plisoslar haqida, qanday ularni tozalashligini haqida men sizga video obzor qilib beraman. Video sizga yoqayotgan bo'lsa like va podpiskani aytmaymiz. Videoni davomida siz plisoslarni qanday tozalashni ko'rsangiz bo'ladi. Aziz obunachilar, bizga men hozir bu yerga ikkita plisos, ikki xil plisosni bu yerga sizga ko'rsatib beraman qanday tozalashni. Birinchisi ikkalasi ham Samsung kompaniyadan. Birinchisi mana u xaltachilik mishkovoy deyiladi. Mana bu stakan deyiladi, bu konteyner deyiladi. Hozir shularni haqida qanday tozalashni men sizga ko'rsatib beraman. Endi mana bu yerga birinchi modelimizdan boshlaymiz. Birinchi modelimiz mana bu yerga xaltachilik eng osonidan boshlaylik, hamma bilayotganini mana yaqinroq kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Ko'pincha plisoslar, xaltachiliklar ochilayotgan joyi mana old tomondan bo'ladi. Bunday ochasizlar, ichiga xaltacha chiqadi, mana bu xaltacha. Kimningda maydaroq, kimda kattaroq, buni tozalash juda ham yengil. Mana bu yerda buni plastinkasi bor, plastinkasi yechiladi. Mana bu yerda mana chang bo'ladi bu yerga. Changni shu hovliga bo'lsa shuni masalan qoqib, biron narsaga bunday urib qoqib changini tozalab, keyin ishlatsangiz bo'ladi. Yana qo'yish buni juda ham qiyin emas, juda ham oson. Mana bu plastinka, buni mana uni qisamiz, bunday qilamiz mana. Oxirgacha qilish kerak, mana ko'rish kerak hamma joylari kirdimi yo'qmi. Va ko'pinchalarga mana bunaqa strelka bo'ladi. Faqat mana strelkani qanday qo'ygan bo'lsa shunday qo'yish kerak, bunday emas. Mana shunday qo'yish kerak o'zini joyiga. Bu xaltachani nimasi yaxshiki, aziz o'quvchilar, bu xaltacha mnogorazli. Buni ya'ni siz qoqib ham yuvib, lekin bitta narsasi borki, ham qoqib ham yuvgandan keyin buni quruq holatda keyin ichiga qo'yish kerak. Undan tashqari ko'pincha plisoslarga ichiga filtr bo'ladi, mana bu filtr. Bu filtrni ham yuvib, albatta quritib ichiga yana qo'yish kerak. Mana bu yerga chang hosil bo'layotgan plisos changini qanday buni tozalash mumkin? Bitta nam lattacha bilan artib olsangiz ham bo'ladi. Agar yana yaxshiroq bo'ladi, iloji bo'lsa plisos bilan ichini bunday changini olish. Mana buni men sizga tushuntirib berdim qanday tozalashni. Joyiga joylashtiramiz. Mana bu yerga joyi bor. Shunday yopamiz, mana akkuratni qo'yib. Ko'pincha plisoslarga xaltachilikda orqasida ham bunaqa filtr bo'ladi mana. Buni HEPA filtr deyiladi. Bu mana clean filtr. Bu mana bu yerga yoziladi. HEPA filtr ikki xil turga bo'linadi. Birinchisi yuvilayotgan, birinchisi yuvmayotgan. Ya'ni plisosning korobkasida o'zida yoziladi plisosning korobkasida. Yuvilayotgan, yuvmayotgan anaqa filtrdek. Mana bu yerga e'tibor bersak bo'ladi, clean filtr buni tozalab bo'ladi. Ya'ni suv bilan yuvib, albatta keyin quritib, yana shu joyga qo'yish kerak. Bu filtr juda ham ko'p narsani, funksiyani bajaradi. Bu mana bu yerdan chang o'tmaydi. 99.9% havoni bu yerga orqasi tozalab beradi. Bu nimasi yaxshiki, yosh katta odamlarga yoki allergiyasi bor va kichkina bolalarga buni zarari yetmaydi. Endi eng shu populyarniy savol deylik. Populyarniy savol qaysi savolki, plisosning xaltachasini qanday, har qachon buni tozalash kerak deb. Plisosning xaltachasi u hamma o'zini ishlatilishidan bog'liq. Ya'ni masalan siz bir kunga bir marta plisos qilsangizga, shu bir marta plisos qilganingizdan keyin ichini tozalasangiz bo'ladi. Agar bir kunda siz 2 marta, 3 marta plisos qilayotgan bo'lsangiz, agar 2-3 martadan keyin plisos qilsangiz bo'ladi. U ham xonalarni soniga nisbatan. Endi oddiy qilib aytganda, mana xaltachilik plisoslarni ikkita xonani tozalaganda, ikkita o'rtacha xonani tozalaganda, meni maslahatim sizlarga ikkita xonani tozalagandan keyin xaltachasini erinmasdan tozalashga shuni maslahat berardim. Mana hozir men sizlarga birinchi eng yengil va eng ko'p olingan plisoslar, xaltachilik plisos haqida qanday tozalashni haqida men sizga tushuntirib berdim. Endi ikkinchi turga ketamiz. Mana ikkinchi turga ham keldik. Ikkinchi modelimizga Samsung plisos, bu ham konteynerli. Buni ko'pincha odamlar seksiya va kvartiralarga oladi, chunki u yerga xaltachani qoqish sal muammo bo'lishi mumkin. Endi buni ham men sizga tozalashni haqida tushuntirib beraman. Yaqinroq kelsangiz bo'ladi. Mana bu yerda mana knopkasi bo'ladi. Ko'pincha plisos konteyner push degani bu bosib olinadi mana. Juda ham oson. Endi ochish, bu ham ochish mana bunaqa oldi.
buni tozalash xaltachadan ham yengil. Ya'ni nimasi? Buni mana bu yerga chang hosil bo'ladi. U changni siz shunday kranni tagida qo'yib, bitta chayqab, artib, yaxshiroq artib yoki iloji bo'lsa quritib, keyin ishlatsangiz ham bo'ladi. U juda ham yengil. Mana bu yerga filtr bo'ladi. Mana bunaqa filtr. Mana shunaqa filtr. Bu filtr, masalan, bu filtrga men birinchi sizga aytgan birinchi toifadagi biz plyusos xaltachilikka filtrlarga o'ziga korobkasiga yoki o'zida yozish kerak. Yuvilayotgan yoki yuvmayotgan yoki постоянный yoki не постоянный одноразовый deb. Bunga hozir yozmagan, ya'ni yuvayotgan deb yozilmagan, постоянный deb yozilmagan, korobkasiga bunga yozilmaydi. Demak, buni biz nima qilamiz? Biz buni olib mana shu filtrni olib, mana bunday biron joyga yaxshiroq qoqib, yaxshi shu qoqib, changini chiqarib, keyin buni joyiga qo'ysak bo'ladi. Mana bu o'zini plastmassa joyiga. Mana bu joyini siz namlattacha bilan yoki yuvib, albatta yana aytaman, quritib keyin qo'yish kerak joyiga. Mana juda ham yengil bu. Mana joyiga qo'yamiz. O'zini joyi bor. Bu konteynerni ham yopamiz. Konteyner yopganimizdan keyin yana qo'ysak bo'ladi. Bunga ham orqasida filtr bo'ladi. Mana. Buni filtri уже mana bunga ham xuddi shunaqa korobkasiga ham, o'ziga ham, mana korobkasiga o'ziliga ham yozilmagan mana bunga yuvayotgan yoki nima deb, постоянный deb. Buni demak bizlar buni yuvish qat'iyan bunga man etiladi. Yuvish mumkin emas bu filtrni. Buni ham yana qanday aytganimdek, buni mana filtrni o'zida joyidan olinadi. Olinadi shu filtr. Shu filtrni bu ham xuddi shunaqa qattiqroq qoqib, yana joyiga buni qo'ysak bo'ladi. Yana joyini qo'yish mana bu juda ham oson buni. Kiygiziladi mana bu yerga. Bu yerda orqasida chang bo'lgan joyini, mana bu joyini siz artib olsangiz bo'ladi yoki iloji bo'lsa boshqa plyusosingiz bo'lsa, shu changni shu yerdan olsangiz bo'ladi boshqa plyusos bo'lsa. Buni ham xuddi shunaqa bunday qo'ysak bo'ladi. Mana hozir men sizlarga aziz obunachilar ikki xil plyusos, ikki xil turdagi plyusos xaltacha va konteyner bo'lgani haqida men sizga qanday tozalash haqida video obzor qilib berdim. Eng muhimi plyusos, men sizga bitta qoidani aytaman. Faqat plyusos emas, любой narsa, maishiy texnik narsa, gap u qanday odam ishlatilishidan, u mana texnika qanday ishlashi bog'liq. Ya'ni masalan siz narsani olganingizdan keyin 1 yil ishlaydimi, 2 yil ishlaydimi, 10 yil ishlaydimi, u odamni o'zini ishlatilishidan bog'liq. Agar odam akkuratni vaqtida buni tozalab, vaqtida filtrlarni almashtirsa, vaqtida shu xaltachasini yoki konteynerini avaylab asrasa, bu plyusos 5 yil emas, 10 yil ham ketadi. Endi aziz obunachilar, bu hozir men sizlarga ikki xil plyusosni tushuntirib berdim. Video yoqqan degan umiddaman. Like va podpiskalarni ayamaymiz. Batafsil ma'lumot uchun men pastda nomer telefonlarini qoldiraman. Telegram, email, WhatsApp bor. Hammasiga siz telefon qilib, shu nimani qanday ishlatilishini bilmasangiz agar menga telefon qilsangiz bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ying. Siz qaysi texnikani tushunmayotgan bo'lsangiz agar, men keyingi videoda shuni video obzor qilib, qanday ishlatilishi haqida tushuntirib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.